Ha, kechiga qizli yoqdimi? Yo, Ninani kayfini ko'tara olmay qoldingmi? O'rtoq. Bashi sushnak bor edi, davay. Ey o'rtoq, hozir boru, to'p sal problem bo'lib qoldi. Ular ham narxini ko'tarib olgan, shonga. Qancha kerak bo'lsa beraman. Davay o'rtoq, bashi sushnak domani. Ha, bo'pti, qo'ymading, ishlaring hal qil. Miyaga ber tashlayotganda qanaqa ish? Bor edi, bo'ldi. Bo'pti unda, ketdi. Yur. Xo'jayin, men bilan shunday qo'l qo'yib yuboring, kirayotgan mollar hujjati va kredit hujjati. Tez qo'l qo'ygan, ani ketib qoladi hozir o'rtoq. Prophetessa Productions. Bashi ichir tashlayapti-yu. Uyingda oxirgi marta kayfini qo'l. Bir haftadan keyin uyingdan yo'q bo'ladi. Ishdimi? Yaxshimi? Yo'q, qaramaysanlarmi? Kechki yo'lingda hamma bardak tashlataladingmi? Ko'rdim qopdilarmi? Boy. Kim kirgizdi men buni? Nima bu ahvol? Mana pulni olib, mana buni ham qo'shib ol. Kayfingni ishlatarsan. Hazillashyapsanmi sen? Olgan kreditingni bir haftadan keyin joyiga qo'yib qo'ymasang, mashinang bilan uyingdan ayrilasan. Tez harakatingni qil. Sen qo'l qo'ygan hujjatlar firmaning men nomiga o'tib ketishligi haqida edi. Bo'ldi, bugundan boshlab bu yerda hech kimsan. Sirpanmi o'tdan? O hazillashyapsanmi sen? O'tdan o'z. Nima? Nima baqib ishlaring? Sizdek do'stim turganida dushman ayting ne darkor. Niqobingizni yeching bas, asl yuzingiz oshkor. Do'stingdan top deganlaring Ha? Joningdan to'ydingmi? Ha? Nimendan ayrilding? Alloh bergan to'rmuching sog'ku. Ha? Uyalsang bo'lardi bu ish qilishga. Xayollar u savollar yigit ko'nglim ezadi. Hali sizni do'st bildimmi? Odam qurib ketganday.